hozirgi kunda tibbiyot yo'nalishiga o'qishga kirgan talabalarga maslahatim. Birinchi, ikkinchi kursni o'qiganingizdan keyin haqiqatda 3-kurs juda ham qiyin. 3-kursdan keyin hamshira bo'lib yoki medbrat bo'lib birorta joyga ishga kirish kerak. Ayniqsa tekinga pul olmasanglar ham bu ekstreniy holatlarda, ya'ni 16-gorbanitsami yoki reanimatsiyami insonlarga foydasi tegadigan eng kerak bo'lgan ko'nikmalarni o'rganish uchun ishga joylashish kerak. Agarda siz sekin-sekin tibbiyotni ichiga o'qish bilan birgalikda kirib borsangiz, sizga mehringiz ko'proq oshadi tibbiyotga. Ya'ni bir marta birorta og'rib turgan insonga yordam berganingizda siz kerakligingizni his qilasiz va har bitta o'qiyotgan varrog'ingizda foydali informatsiya borligini his qilasiz. Agarda faqatgina kitob bilan o'qib, to'xtatib keyin ishga borishsa, unda vaqti yutqizilgan bo'ladi. Shuning uchun birgalikda 3-kursdan keyin ish va o'qishni birga olib borishligini maslahat bergan bo'lardim. O'zini qaysi kasb tanlashini ham bilib oladi-da, chunki agarda ekstreniy pomoshda ishlasa, yurakka qiziqyaptimi, buyrakka qiziqyaptimi, jigarga qiziqyaptimi, xirurgiyaga qiziqyaptimi yoki men umuman bularga tegmasdan oddiygina kardiolog, terapevt bo'laman deydimi yoki men bulardan uzoq ekanman, men psixolog bo'laman, nevrolog bo'laman deydimi. Buni aynan tez tibbiy yordamni ichida ishlab yurgan odam aniqlab olishi mumkin. Qaysi kasbga yo'nalishini ham aynan tez tibbiy yordam ichida insonlarga yordam berib turgan holatda o'zi tushunib oladi. Menga nima kerak? Men kim bo'lmoqchiman? Men bu hayotda nima vazifamni bajarish uchun kelgan ekanman? Men nimani yaxshi ko'ryapman degan savolga javob topa oladi. Har bitta kasb tanlayotganda o'sha kasbni sevish kerak, yaxshi ko'rish kerak. O'shandagina o'sha kasb bilan butun umr ishlab o'tish mumkin.